Sizlar bilan fransuz qizlarini meykapini qaytarib ko'ramiz. Fransuz makiyajni boshqa meykaplardan ajratadigan narsa bu uni tabiiyligi va qizil pomada. Bu yerda hech qanaqa og'ir teksturalar, strelkalar, qiyin bir nimalar yo'q. Tем более baking. Okay, let's get into it. Birinchi qiladigan narsamiz bu yuzimizni namlantirib olish. Yaqinda Let Me Skin uvlajняющий kremini ishlatishni boshladi. Kremlarim juda ham ko'p, lekin bitta ikkitasini har kunlik daily basisga ishlataman va o'shalardan bittasi bu Let Me Skin. Bu siviritka yuzingizdagi dog'larni ketkazadi. Ne только yuzingizdagi, balki tanangizdagilar ham. Ichida vitamin C borligi uchun yuzingizni namlantirib, oziqlantiradi. Shu zo'r krem o'zim ishlatganim uchun sizlarga tavsiya qilaman. Men mutgacha kiygan уже. Makiyajdan oldin ishlatsam, har doim yuzim yaltillab turadi, shuning uchun menga yoqadi. Namlantiruvchi krem. Krem ham o'z vazifasini juda ham yaxshi bajaradi. Makiyajdan oldin ishlatsanglar, primer sifatida ham ishlaydi. Let Me Skin produktlarini ochiq joylarda ko'rmaganman, magazinlarda, bozorlarda ko'rmaganman, lekin akkauntlardan olsanglar bo'ladi. Va bir ofitsialniy akkauntdan olsanglar ishonchliroq, shuning uchun pastda отметка qilib qo'yaman. Qoshimizni bo'yamaymiz, tarab olamiz shunchaki. Konsilerni ham lёгкий qilib suramiz. Вот такой лёгкий bo'lsa bo'ldi. Bitta amerikanskiy tutorialda ko'rganim, frantsuzskiy makiyajni qilayotganda rumyanani pomada bilan qilgan ekan. Looks so good. Mana sen saloni 03-ottenniki. Shu yerda tugatsak ham juda ham chiroyli makiyaj chiqargan, lekin давайте дальше labim bo'yimiz. Qizlar bu hayotda shunaqangi chiroyli ko'ryapti. Make up done and